Maqalning temisi çıktığında Xalqaro Alam punkti ve mening bir tadqiqatim degan taytılsı muşundaq. Bunun içinde iki sözdeş terkipler tövendikçe NASA'nın seferci bir alam uçqusi Quyosh sistemidan chiqib ketdi degan bu bir yangi xabar. Uningdagi Xalqaro Alam punkti haqida bir tushundirish, uningdagi yer sharidagi atmosferada ozon deydigan bir qavat bor. Şu haqda azroq savol beramiz. Uningdagi erkin yaqinda ishlayotgan bir tadqiqot va shuni azroq tanishtirmoqchi. Hazır JPL deydi. JPL degini NASA'nınki astridagi bir tadqiqot o'rni, uni Amerika inglizchasida Jet Propulsion Laboratory debdi. Jet raketa uchirgan jetniki nima? Aldığı sürüş gücünü tədqiq qilgan bir o'rinkan, hozir u o'rinda ular emas boshqa nurg'un optics deydi, erkin qatqa shu optics nur haqidagi tadqiqot tadqiqotlarni hammasini olib bordi. JPL'ning ismi shunda kelgan. Endi tövendikisi bu erkin shu bir nimada tatib olgan rasmga o'ziniki JPL'niki İççilik kösetken körgazmının içi tatqa resimge bu alem doğruluk resim. Bunun da ikincisi bu mu şu erkinlerindeki idaresindeki içindeki körgazm tatlıqa resim. Bunun da ikinci söz demekçi bağınımız hazır JPL başkuruvatkan 21 alem uçqıları bulup bunun da birisi Mike'in kelimesi. Bir uçkuna hazır JPL başkuruvatta alemde uçuvatkan. Bunundaki bu kadın tanıştırmak için bu ikisi yani bu ikisinin vazifesi şu Quyosh sistemimizdeki 8 planetni tekshirib turadigan alem uçqıları bulup buningdan uçqılar ekan. Bularning seferchilarning bularning vazifasi asli birinchi ikkinchiligini Jupiter bilan Saturn deydi. 8 planet va qog'oz sindirtaz meniki ismida yo'q. Shu buni 8 planetning ichida ikkisini tekshirib bularning vazifasi. Lekin bular 81-yili bu vazifasini o'rinlab bo'lgan, lekin yana osmonda uchayotgandiki bularning davomli nimani tekshirib turishga yana davomli bularning vaqtini uzatib hozirmi ishlab o'tibdi. Bu iki sefercinin üstünde resim düşündürmekçi bu iki sefercinin içinde 30 santimetrlik keladigan bir taxsidek bir narsa bulup patipon taxsisi o'xshaydi. Bunun da yer shardagi har xil madaniyatlarni tanishtiradigan rasmlardan 115 bor, har xil ovozlar bor, har xil so'zlar bor ekan buningda. Amaqcha alamdagi kishilar bilan aloqamizdagi paranglarmi bor, uniki aniq bir nimasi yo'q, haqcha shu maqsad yozilgan. Lekin afsuski erkinlik deyishi hozircha Uyg'ur tili yo'q ekan buning ichida. Ammo safarchi Quyosh sistemi chiqib ketdi deb. Bular 80 qancha yil qo'yilgan bu udash Quyosh sistemida aylanib yurgan buningki safarchi birinchi deganni 2010-yil Moşu 9-ayındaki 12'si Quyosh sistemidan chiqib ketib, davomliq nimaga mengib yetibdi. Hozir uniki o'rni yer sharidan 18 milliard kilometr yiroqlikda soatda 60 ming kilometr tezlikda uchib Quyosh sistemini yiroqlab mengib yetibdi. Endi bu Quyosh sistemisi bilan alam bo'shlig'ining oralig'ida nurg'un qarang'i rayonlar, uningdagi ikki sistemimiz arasida plazma deydi. Plazma deganni Uyg'urcha nima debdi? Iyonlashgan gaz debdi. Bularning qo'yirligi aman yo'q ekan bu nimada. Uningdagi olimlar mushularni tekshirish orqali hozirgi mashina kelgan nimalardan shu plazmaning yo'qligi va boshqa qarang'i rayonlar deganlarni shularni tekshirish orqali yo'qlik xulosaga keldi. Safarchi alam boshlig'ida hozir chiqib ketgandan keyin o Quyosh sistemisidan u da oyoqqa mengib 2025-yilgacha yana yer shariga nurg'un datalarni, signallarni avatib turdi ekan. Bu 40 ming yildan keyin undan keyin
ma AC79388 deydigan yulduzga yetib bordi ekan. NASA ham yulduzga nomer qo'yib qo'ymoqchi edi, men xil yuqori nomer turdi. Mush yulduzga qarab men yetdi hozir. Keyingisi xalqaro olam punkti haqida. Xalqaro olam punkti bir odam yashaydigan yer shardan yer sharining tovan orbitida mengayotgan sun'iy kamera bo'lib, buniki ismi International Space Station ekan. Uyg'urchaga xalqaro olam punkti deb ism qo'yilgan. U 98-yil boshlangan, bu naqsha hammamiz anglagan xabarlar chiqqandi bu. Biz Yaponiyada o'qiyotgandan buni xabari televizorlarda keladi bo'lgan. Aslida mushunday bir uskunni har bir davlatlar, kuchli davlatlar o'zaro yasamoqchi bo'libdi ekan. Masalan, Amerika, Yaponiya, Kanada, Rossiya, Yaponiya qatorliq davlatlar ayrim-ayrim yasash bo'libdi ekan. Lekin buning nurg'un iqtisod ketkashga, iqtisodni, chiqimni azaytish uchun bular hammasi birlashib birlam punkt qurgan. Bu punktni aqchaslam anglagan azdan uskunlarni nimaga chiqib osmonga atmosfera qatilmoqqa ashadi birdan qurashtirgan. Bu aslan putib qapti. Lekin yana eng oxiri cho'ng miqdorda yuk chiqarish bo'lgan 2011-yil ekan. Shuning bilan aslan putib qapti. Yana azroq qolib qolgan aslar bor ekan. Aslik plan bo'yicha bu xil ilgari putmoqchi ekan, lekin Islam anglagan Kolumbiya deydigan nimaniki bir nimasi tushib ketdi, bir voqeaga uchrab Amerikaning. Shuning lekin bu xil kechikdi, uning lekin bu Kolumbiya voqeasi ekan Amerika osmon uchirgan kemani chiqarishini to'xtatdi. Hozir aslan Rossiyaning kemasi bilan chiqib kirish qilyapti bu yerga. Ammo yerda olam punktiniki rasmlari bor, ama qisqacha tanishtirish. Olam punktiniki uzunligi 109 metr, kengligi 51 metr ekan. Uningdagi quyosh batareyasiniki uzunligi 73 metr. Buniki umumiy og'irligi olam punktining 420 tonna. Endi bu 84 kilovat tok chiqara oladi ekan. Endi buni boshqaradigan har xil nima qilgan yumshoq detal softwarniki qursani 2.15 million endi shunaqa cho'ng program ekan. Endi xalqaro nimaga chiqadigan soni Rossiya anjiq ekan. Unda bo'lishi Rossiyaniki roket nimasi hozirmi chiqib tushyapti. Amerikaning to'xtatib qo'ydi. Uningdan keyingisi Amerika, Yaponiya 3 qatim, Yevropa 3 qatim ekan. Olam boshlig'ida mengish 168 qatim mengish bo'pti. Endi 2010-yil 11-yil 2-kuni bu xalqaro olam punkti chiqqili 10 yil bo'pti. Bu jarayonda bu yer sharini 5761 qatim aylanib bo'pti. Endi buni qildigan bir maqsad olamni tekshirishim bor. Uningdan keyin yer sharida qilg'ini bo'lmaydigan har xil tajribalarni qilmoqchi. Shunga buni qildig'ini biologiya, inson biologiyasi, fizika, atmosfera, havo rayi qatorliq mishlaq har xil tadqiqotlarni olib berdi. Bunun ichida men anglagan birisi bormi fizika munosabatlik. Masalan, fizikada garyum arsenide deydigan bir material bor. Endi nimada mush yerim o'tkazgichda. Yerim o'tkazgichlar har xil bo'ldi. Silikon, germanium deganlar bir xil moddadan qurilgan kristal, garyum arsenide deydigan yana boshqa har xil nimalar bor. 2 xil modda, 3 xil modda qurilgan nimalar bor, kristallar bor. Garyum arsenideni men bir televizorda ko'rgan, yer sharida nima qilsa 2 xil modda takshib olmaydi ekanda, to'van tarafida bir xil modda, yuqori tarafda bir xil modda jiqira bo'lib qoldi ekan. Demakki, bir modda kam bo'lib qolsa, u yerda defekt deydi, bo'sh o'rin jiq bo'lib qoldi. Shu olamni qurishtirsa, bu shunday takshib oldi ekan. Televizorda ko'rsatganda shunaqa takshib kristal chiqib ekan. Bu shunga o'xshash tadqiqotlar mush punkt bo'lib o'tdi. Bu endi asosiy qurilishi shakli, qanday qilib qurashtirilgan degan shakl ekan. Mayada deyishcha, mavi sariqni bo'yab qo'yganlar hammasi qurilib bo'pti. Hozir mavi benafshir, qizg'ish nurli mushi birli qismi Rossiyaniki qismi katta yetib chiqmabdi. Bu chiqib uningga qurishtirmoqchi ekan. Bununkida ishildama Rossiyaniki qismi mavi Amerikaning qisminiki shakli ekan, nimaniki rasmlar ekan. Ma xalqaro olam punktiga hayot deydi. Hayot degani ma rasmlarni ko'ryapsizlar. Buningda bir odam 3 gallon suv yuying'il bo'ldi ekan, yer sharida haqcha mumkin emas buni yuyinish.
aqchamayda alam tatish kuchi tuvan bo'g'ash bo'ldi o'xshaydi. Onundaki xalqaradagi nimadagi taratni bir sömürüşler sömürüp aldı ekan, yemek içemlikler uçup turdi ekan, buni hammamiz ko'rgan televizorlardan chiqadi. Odamlar uçadi ekan, kechis uxlagan o'zini bog'lab qo'yar ekan, bo'lmasa laylab ketadi o'xshaydi. Onundan yerchan tarish kuchi 93% band gapni tushundim. Nimaga nisbatan 93% ekan? Uniki mikro tarish kuchi, uni xalqaraning orbisi yer yuzidan, buniki orbisi yer yuziga parallel deydi. Parallel holda nimaniki yerchan atrofda aylanib turdi ekan. Hamda ma'u ushqichlarniki axir rasmlari televizorlardan biz ko'rgan bo'dik. Rasmlar ma'u qaraqachcha monchiq tushayotgan rasm bo'lishi kerak. Endi mayada bir o'zbek ushqichini to'g'riliq azroq tushuntiribdi ekan. Bu Salijan Sharip deydigan ushqich ekan, buniki Roschi nima ismi o'xshaydi, Salijan Sharivoch Sharipov deydi. Rossiya olim ushqichisi bo'lib, u Qirg'izistonda Qirg'izistonning O'sh oblastida tug'ilgan o'zbek millatidan o'zbek yigit ekan bu. Tug'ilgan kuni 64-yil 8-24-yil. Nurg'un kishilar buni Uyg'ur deb yuribdi-ki, Xudoyim az Uyg'ur emasga afsuski o'zbek chiqib qolibdi. Uyg'urdan Xudoyim bir chiqib qolar kerak. Bu nima advance diagnostik bu kishi mishdaq Mao tadqiqotniki qurishiniki tadqiqotchisi ekan. Advanced diagnostic ultrasonic in microgravity deydi. Microgravity degan narsani tadqiq qilgan ultrasonik nima orqali, to'lqin orqali shu tadqiqot guruhiniki tadqiqotchisi ekan. Bu kishi 2008-yil 7-oyning 10-yil pensiyaga chiqib bo'lib, taqcha ushqichlikda chiqqanda bu kishi Rossiya va armiyasi akademiyasining ushqichlik kasbini bitiribdi. Uningdagi Moskva shtat universitetidagi xaritashunoslik kasbini bitirgan ekan. Yani bu Türkistlerden çıkan birden bir uçuşçu o'xshaydi. Bu haqda müşinchilik tanıştırıp qo'yadi. Yani bu hozir atmosferadagi ozon gezi va qaviti deb maqsad müşin tanıştırmoqchi. Atmosferada ikki ozon qaviti bor ekan. Birisi yuqori qavat, yana birisi tuvan qavat ekan. Endi yuqori qavatdagi ozon gazi kun nurida keladigan binafshi nurni shimirib olib, binafshi nur shu odamning terisiga nurg'un ziyni bor, bularni shimirib olib, yer sharida shunda qo'g'daydi ekan xalqlarni, insonlarni. Undan keyin kunlik issig'inimi mushlar to'sab, yer sharining temperaturasi mush ikki nima orqali bo'ldi ekan. Ozon gazi ultraviolet nurni yutib issiqlik chiqarib, shu orqali atmosfera qavatini hosil qiladi deydi. Haqiqatda issiqlik oksigen aqcha o'zgarib, uningdagi ozon bo'ldi odatda. Odatda oksigen aqcha ko'plar biladi. Oksigen odatda molekulalar ikki atom birlashgan molekulalar bo'ldi. Biz shumiratga oksigen mushu. And ozonda 3 molekul birlashgan bir alayda holati bor buning. Şu orqali qildimda bu ozonni yer sharida ishiltirdi. Masalan, shu yer o'tkazgichlik chip ya ozon qaviti deb ataldi, ammo buning tasvirlarini men to'g'ri tushunmaydi ekanman. Vaqt chiqqan qiziqqanlar o'zinglar ko'rib baqsanglar bo'ldi. Atmosferadagi ozon miqdori intayin tuvan deydi. Tuvan atmosferadagi har 10 million atmosfera molekulasida 3 tane bo'ldi. Buningda tuvan atmosferada yuqori atmosfera qavitida odatda yer sharidagi ozonniki 95% yuqorida bo'ldi ekan, tövanda azroq bo'ldi ekan. Tövanda ko'pinchisi suv deydi, har xil boshqa narsalar, azot deydi, boshqa elementlar chiqaraq ekan. Yuqori ozon qavitidagi ozon miqdori o'lchab turish intayin muhim. Ba'zi rayonlar 60% ozon miqdori yo'qolib ketgan deydi. Buni yaxshan sizlar anglagan bir vaqtlarda ozon qavitida to'shik teshilib qolibdi deydigan gaplar chiqdi xalqarada. Shuniki paranga shunga biz o'qish qilgan 85-6-yillarda mush parang chiqib, buning ta'sir qildigani bir sel qamash chachilgan bir xil nasbat spray deb. Shuning ishlatilgan gaz bilan shu vaqtlardagi refrigerator to'nglatqilar ishlatilgan. To'nglatqilar ichida gaz va aylanib kompression aylanib issiqlikni tashib to'shaydigan. Shu ikki xil gaz ta'sir qilgan deb bularning hammasini o'zgartgandi.
Mao xalqara nimada stationda mush uzun miqdarını tekshirib turdik bular. Bu xalqara alam punktida bunu tekshirib turdik. Alam punkti har kuni yer sharning 16 qatim aylangandan keyin 16 qatim kun chiqib 16 qatim kun o'tirdik buningda. Xalqaro alam punktida kun chiqib ko'ndirish vaqtida kun nuri atmosferadan o'tadi. Shu vaqt tekshiraydi ekan. Masalan, Mao xalqaro alam punkti miyada bo'lsa, kun miyada bo'lsa, Mao yer shari hamda. Mushunda ma rayon kelganda mushu ma arliqda atmosfera emasmi? Misha turib ma nimaning atmosfera qavtini tekshirib turdik ekan. Xalqaro alam punkti turib qaraganda kunning diametri bu hamda erkinlik tadqiqoti munosabatlashgan xalqaro alam punkti turib qaraganda kun diametri 21 kilometr keldi ekan. Erkinga berilgan vazifa mushu kunniki markazini 1 kilometr aniqlikda izlash. Masalan, kun o'tirib chiqqan vaqtida kunlik o'rni surilib turdi, uni ashna izlashgan. Shu tadqiqotni qilgan, shuning keyingi nimada yaxshi mush tadqiqot to'g'riliq azroq tushunchi bor. Mana nima uchun kunning markazini qo'g'lash zarur deydi. Ma'ni ayirish kerak. O'lchagan nur ajizlash kundagi o'rinning o'zgarishidanmi yoki haqiqatan ozon gezi yuqorilayotganda nur qiymatini o'zgartiryapti degan mashini bilish kerak. Masalan, bayam ozonning qiymatini o'lchamaymiz dedik. Ma burunqi rasm yaxshiroqda. Shuningda o'lchagan vaqtida agar kunniki nuri tushayotgan kameradan boshqaga ketib qolsam ajizlab ketadi. Yoki bir arliqda gaz qo'yiq bo'lsam ajizlaydi. Shuni aniqlash uchun, to'g'ri o'lchash uchun cho'qim kunniki markazini qo'g'lab turish ekan. Shu ma'lum hamda bu birsiniki tadqiqot ekan, bu kunniki spektrniki rasm ekan. Spektrdagi hamma to'lqin uzunliklarda kunniki nuriniki kuchlikni qanday taqsimlandi degandek mushlarsa shunga erkin shu kunniki nuriniki markazini qo'g'lash deydigan bir tadqiqotni qilib ekan va keyingisini shuni tushuntirishdi. Mening qilgan yangilik hisoblagan kunning rasmiga asosan deydi. O'lchagan kunning rasmini tepish usuli deydi. Masalan, Mao erkin hisoblab chiqqan kunniki rasm ekan, Mao tatqa rasm ekan. Mush ikkisini solishtirib turib, kun qayoq ketayotganini qo'qlaydigan mush asosiy prinsipi mush ekan. Bu yangi bir xalqaro bu tadqiqotni erkin tugatib xalqaro jurnalga e'lon qildi maqola. Erkin deydi, men pensiyaga chiqishlik 100 maqola e'lon qilmoqchi edim. 98 ni e'lon qilib bo'ldim deganda pensiyaga chiqsang bo'ldi ekan desam, yana ishlayman deydi. Anda o'z maqol tirish endi davomli ishladim shu. Bu yangilik uchun NASA'da bunday bir doklad bor ekan. Aqcha bu NASA'ning ichidagi doklad patent deydi-ki, erkin buningdan ma 4sini apti, ma novel technique for finding center of image of rising or setting sun based simulated image deydi. Aqcha ma image maning agat bir patent was kerak. Ma ikkinchisi software tool for simulating image of rising sun and bu shuni qanday qo'g'lash to'g'riliq yozganlar yumshoq detal olgan doklad ekan. Va uchinchisi analysis expression of evaluation. Ma'ni tushunmadim. Ma'lum algoritm ekan ma'lum. Shuni qanday qo'g'lash to'g'riliq. Masalan, qanday o'z qayoqqa menish kerak, qayoqqa qo'g'lash degan uni ko'z bo'lmagandan keyin kompyuter mashin deganniki. Shuni algoritm tuzib qo'ysa, shu bo'yicha uni qo'g'laydigan ishlarni aytishgan. Şunun bilan erkin tayyorlagan maqola mishag'ichilik